Fotiha, uyimiz to'la mehmon, shu sababdan bunaqa kunlarimda eng birinchi telefon qilib zakaz beradigan insonlarim bu aynan chitir jamoasi hisoblanishadi va chunki ular shundoq o'choqda olib kelib svejiy somsalar qilib berishadi. Eng asosiysi juda ham mazali, svejiy dasturxonga tortiladi. Shu sababli mana shunaqa unutilmas kunlaringlar bo'lsa, albatta men sizlarga chitir somsalarini tavsiya qilaman. Issiqqina uzilyapti. Ana. Voy, ana такой размер hamchi juda ham удобный. Shunaqa issiqqina, hidi ham juda ham zo'r chiqyapti. Mazaliligi hididan bilinib turibdi. Hozir endi bu somsalar bilan men Fotihamga kelgan barcha mehmonlarni xursand qilaman. Eng asosiysi ular orasida juda ham blogerlar ko'p va ularning hammasi aynan chitir somsalarini bilishadi. Chunki juda ham taniqli, bu brend bo'lishga ulgurdi. Hammaning ko'nglidan joy oldi. Shu sababli unutilmas kunlarda faqatgina chitirga murojaat qilinglar.